Shahnoz, yana ishxonamga keldingmi? Boshlig'im ko'rsa ikkovimizni ham big'illatadi. Nodir aka, sizda muhim gapim bor. Tir, kechroq gaplashamiz. Chiroyli bo'lib yurgin. Nodir aka. Akalar, bizning Print Rose do'konimizda 2-dekabrgacha katta skidga ketyapti. Hamma kurtkalarimiz 189 mingdan, vitrovka, shim, oyoq kiyimlarimiz 99 mingdan. Kimga qanaqa razmer tanlab beraylik? Nodir aka. Shahnoz, ishxonamning ichigacha kirdingmi? Akam siz bilan gaplashayotganimni bilib qopti. Sizni urgani kelyapti ekan. Urgani? Nimaga urar ekan? Onangning akasi yo'q, qiz topsam bo'lmaydi. Bolalar, kimga razmer kerak? So'ranglar. Baqiravermagin, boshim shunaqa og'riyapti. Nima bo'ldi senga? Ko'rmadingmi, qizim kelib ketdi. Akasi meni urgani kelyapti-ku. Shunga siqilyapsan. Buni yo'li oson-ku. Keladi, sochidan ushlaysan. Onangning akasi, joning tushundimi? Qo'l qo'yar. Ko'rdingmi? Odamning eng nozik joyi sochi. Ushlaysan, urasan. Ushlaysan, urasan. Men tayyorman. Akasi tugul dadasiga ham javob. Maki, aprikot beraman, kesib bunaqasiga qo'qaman. Shuymi? Ketadi. Shuymi? Ketadi. Senmisan Nodir? Qidir ushlashga joy topasan hozir. Aka, bir haftadan ko'rsak bo'ladimi? Nimaga? Men Chachiborga tayyorlanibman-da faqat. Hozirdan qoldirmayman. Aka.